Meni ortimdagi mana bu haykal Frankfurtning ramzlaridan biri hisoblanar ekan va u yerda Hamringmen, ya'ni bolg'a urayotgan inson aks ettirilgan. Temirdan 21 metrli balandlikda qurilgan bu narsa va uning falsafiy ma'nosi shundan iborat ekanki, mana shu bolg'a urayotgan inson har daqiqada yil 12 oy tinmasdan bolg'a uradi. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni bu millionlab martaga to'g'ri keladi. Va u hech qachon to'xtamaydi. Faqatgina bitta vaqtda to'xtaydi. Yil davomida 1-may xalqaro mehnatkashlar kunida uni mexanizmini o'chirib qo'yishar ekan va u ham hamma qatori dam olar ekan. Ushbu haykalning falsafasi shundan iboratki, Frankfurt shunday shaharki, u tinimsiz harakatda, tinimsiz ishlaydi va shaharni o'zi mehnatkash degan ma'noni anglatar ekan. Mana shunday ma'lumot. O'zi masalan Yaponiya haqida gapirganimizda sakurani ko'rishga har bir inson umrida bir marta bo'lsa ham borish kerak deb gapiramiz-ku. Bonga kelganimda internetga yozib ko'rdim, qayerga borsa bo'ladi Bonda desam, siz shunaqa yaxshi davrda kelibsizki, Bondagi eng mashhur sakuralar tunneli ko'chasi hozir gullar bilan to'lgan deb yozishibdi internetda. Shu joyga keldim hozir, mana ortimda bu yog'i ham, ko'chani bu yog'i ham to'la sakuralar bilan to'lgan. 1980-yillarda Bonn hokimiyati mana shu ko'chalarga daraxtlar ekishni boshlashgan ekan va boshqa daraxtlar turlari tasodifan yetmay qolgan ekan, ekishga yo'q bo'lgan ekan va faqat Yaponiyadan keltirilgan mana shu daraxtlar bo'lgan ekan o'sha paytda. Shuning uchun ham shu ko'chaga ekish kerak ekan. Hozir bu Bonnni butun ramziga aylangan ekan. Shunaqa men o'zim umrimda birinchi marta ko'ryapman mana bu sakurani gullarini. Men oldin o'ylardim o'zimizdagi o'sha gilos, olcha yoki boshqa gullariga yaqin bo'lsa kerak deb o'ylardim-da. Katta pushti rangli ko'cha to'lib ketgan shunaqa gul bilan men hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Aytgancha, aynan mana shu juda ham ko'p travel bilan bog'liq, sayohat bilan bog'liq dunyodagi xalqaro jurnallar o'limingizdan oldin bir marta bo'lsa ham bo'lishingiz kerak bo'lgan top 10 ta ko'cha degan rubrikaga mana shu ko'chani kiritar ekan. Mana shu ko'cha siz umringizda bir marta bo'lsa ham bo'lishingiz kerak bo'lgan ko'cha hisoblanar ekan. Juda ham chiroyli. O'zi umuman Bonn shahri menga juda ham yoqdi. Odamlar tinch, qanaqadir vaqt to'xtab qolgandek, hamma bexavotir kafenelarda, ko'chada, oftobda tovlanib o'tirishibdi, maza qilishyapti. Menga mana bu vibe Bonn xotirjamligi juda ham yoqyapti. Hozir men shu ko'chani sizlarga ko'rsataman. Boya internetda o'qiganimda yozilgandi-ku, masalan, har bir inson umri davomida bir marta bo'lsa ham mana shu ko'chada bo'lish kerak degan. Keyin yana qiziqib o'qib ko'rdim bu daraxtlar haqida. O'zi ularni guli yashash muddati ko'p emas ekanda, shu 15 kun, 20 kun davom etar ekan. Ba'zi joylarda 10 kun davom etadi deb yozgan. Shu o'zimiz bilmagan holda, rejalashtirmagan holda shu vaqtga to'g'ri kelib qolganmiz. Bonga kelganimizda. Ani Gemini ham yozyapti. Sizga qoyil, lekin siz juda ham vaqtida kelibsiz. Aynan shu kuni yil 12 oyda 10 kun eng zo'r kun bo'ladigan kunga to'g'ri kelib qolibsiz deb yozyapti. Mana shu vaqtga to'g'ri kelib qoldim. Mana gullarni maza qildim. Bundan keyin Yaponiyaga bormasa ham bo'laveradi sakurani ko'rgani. Mana sakura hammasi. Endi albatta bu hazil, lekin haqiqatan juda ham boshqacha hissiyot beryapti mana bu ko'cha. Shunaqa gaplar men uchun taqdirli bitta hazilga o'xshaydi-da. Bundan yarim yil oldin Venada bo'lganimda Bethovenni qabriga borganman, ko'rganman. Vena markaziy qabristonida Bethovendan tashqari boshqa kompozitorlarning ham qabrlarini ko'rgandim. Mana hozir Bonndaman. Hamma biladi, Bethoven Bonnda tug'ilgan va Bonn bilan Bethovenni uzviyligi juda ham bog'liq. U bir-birisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Umuman Bonnliklarni faxri hisoblanadi Bethoven. Va mana
bu ortimdagi surat bu Bethovenni eng oxirgi aniq portretlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni butun dunyoda turli darsliklarda, jurnallarda, gazetalarda Bethovenni mana shu portretidan foydalaniladi. Nimaga? Chunki bu tasdiqlangan original portret hisoblanadi. Ya'ni bu nusxasi aynan biz ko'rgan, o'rgangan original nusxa. Bu Bethovenni Bonndagi uy muzeyida saqlanadi. Men hozir ushbu Bethovenni uy muzeyiga keldim va bu yerda Bethovenga tegishli barcha qo'lyozmalar, qulog'i kar bo'lib qolganda eshitgan turli karnay uskunalari, boshqalarni ko'rib chiqmoqchiman va men o'ylayman bu qandaydir odamga boshqacha hissiyot beradi va yo'l-yo'lakay sizga ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda orqamda Bethoven o'zi foydalangan va Bethovenga shahzoda tomonidan sovg'a qilingan torli kvartetlar qo'yib qo'yilgan ekan va uni ostidagi ilovalarda yozilishicha bu originali ekan. Ya'ni Bethoven o'zi foydalangan bundan. Super. Mana bu yerdagi mis karnaklar Bethoven 20 yoshlariga borib qulog'i eshitishi juda ham yomonlashib ketadi va Venada unga maxsus mana bunday karnaklar yasashadi. U o'zini shu ingichka tomonini qulog'iga tiqib tovushni yaxshiroq eshitishga harakat qiladi. Bu o'zi Bethovenning hayoti davomida juda ham dramatik, og'ir davrlarni boshlanishi bilan baholanadi bu narsalar. Bular hammasi original. Mana shundan Bethoven o'zi foydalangan. Ketdik. Hozir men Bethovenning uy muzeyini aylanib chiqdim. Mana bu yerda ham fasad qismini bir qismi ko'rinib turibdi sizga va tasavvur qilyapsizmi shu yerda Bethoven yashagan. Bethoven o'zi butun dunyoda adashmasam Bethovenni muqim ma'lum muddat yashagan yagona uyi shu faqat Bonnda. Boshqa Venada yoki boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin, lekin ular men internetda o'qishim bo'yicha aniq uy sifatida ko'rsatilmagan. Mana shu joyda Bethoven yashagan. Balog'at yoshida 16, 14, 15 yoshlarida shu yerda istiqomat qilgan. Uni ota-onasi esa qirol saroyida muzika bo'yicha, ya'ni musiqa bo'yicha xizmat qilishgan. Mana shunaqa Bonndan xotiralar. Xullas, bugun bir ajoyib voqea bo'ldi. Qanaqadir mulohazalar beradigan. Bugun ertalab Bonn shahri bilan Köln shahriga sayohatga chiqib ketgandik va chiqib ketishda Frankfurtda markaziy vokzalidan, temir yo'l vokzalidan so'rab eng tezkor poyezdga chipta sotib olgandik. Ya'ni 2 kishilik eng tez yetkazib borishi Kölnga 159 yevroga olingandi, 160 yevroga. Har bir kishiga 80 yevrodan olingandi. Zo'r poyezd 1 soat 20 daqiqada bordik, yetib oldik. Keyin qaytishda o'ylab qoldik. To'xta dedik, 80 yevro juda ham qimmat u. Qanaqa 80 yevro? Samolyotda uchsa bo'ladi Yevropada deb, bitta davlatdan ikkinchi davlatga dedik-da. Xullas, bu bo'lmaydi bizga dedik-da. Arzonroq variantini qaraymiz dedik. Arzonroq variantini topdik, 39 yevrodan bor ekan. Endi 2 barobar arzon. Xullas, shunga o'tiraylik dedik-da. O'tirdik, endi bir gap bor-ku. Pulni alday olmaysan deydi-yu. Xuddi shuni haliga isbotini qilib keldik biz. Butun Germaniyani aylantirib kelgandek bo'ldi-da. Ketishda ertalab xuddi shu masofaga 1 soat 20 daqiqada yetib borgan bo'lsak, qaytishda salkam 4 soatda yetib keldik. Mana 4 soatda vokzaldan chiqdik hozir. Shu aylantirib, har xil qishloq, ovullarga kirib, hamma odamlarni tashab, shu avtobusda kelgandek keldik-da. Yo, zo'r, hamma yo'lni ichiga olgan ekan. Lekin
mana shunaqa taraflar bor ekan. Mana shunaqa bir kichik mulohaza va xulosa va solishtirish. Rahmat. Прямо отсюда. Игорь, отсюда, да. Мы с тобой, у нас полный. Berlinga, Berlin devoriga yetib keldik va u yerdagi eng mashhur grafitilarni ko'rmoqchimiz va albatta ularning ichida so'zsiz butun dunyoga mashhur bo'lgan va juda ham ko'p gazeta, jurnallarda, internet nashrlarida bosib chiqilgan mana bu ortimdagi grafiti hisoblanadi. Bu yerda Leonid Brejnev bilan o'sha vaqtdagi Sharqiy Germaniyani yetakchisi bo'lgan Erix tasvirlangan, bir-biridan bo'sab turgan holati tasvirlangan. Bu o'ylab topilgan kompozitsiya emas, ya'ni muallif uni o'ylab topmagan. U 1979-yil real suratga olingan suratdan chizilgan va u yerga yozib qo'yilgan: ey xudoyim, meni bu o'limga olib boruvchi sevgidan asrab qol degan ma'noda yozilgan rus tilida. Endi men sal noto'g'ri tarjima qilgan bo'lishim mumkin. Ya'ni aytilmoqchi bo'lganki, mana shu muhabbat, ko'rib turgan muhabbat sevgilar, endi bu real suratga olingan-ku, to'g'rimi? Shunaqa salomlashishgan. Mana shu muhabbat meni va menga o'xshagan juda ham millionlab insonlarni o'limga yetaklaydi, o'limga olib boradi va mana shu muhabbatni o'rtasida qolgan meni saqlab qol, tirik qolishimga yordam ber degan ma'noda chizilgan. Juda ham kuchli, nima deydi, ta'sirga ega deb o'ylayman ushbu suratni. Shuning uchun ham hozir mana butun dunyoda yuz minglab, minglab insonlar kelib mana shuni oldida suratga tushishadi. Juda ham achinarli holat. O'sha vaqtdagi Sharqiy Germaniyani holati ayanchli bo'lgan. Shuning uchun ham juda ham yaxshi slogan yozilgan bunga. Bir soatdan o'tdi, shu Berlin devorini aylanib yuribman. Hamma grafiti suratlarini ko'rib chiqdim va eng qiziqlarini gapirib o'tmoqchiman. Ulardan bittasi mana bu devor uzra sakrovchi odam deb nomlangan surat ekan va buni qiziq jihati bor ekan. Bu surat hamma, masalan, Sharqiy Berlindan G'arbiy Berlinga, ya'ni kommunizmdan kapitalizmga harakat qilgan bo'lsa, bunda aksida tasvirlangan ekan. Ya'ni muallif chizgan insonni o'zini aytishicha, meni qahramonim bu g'arbiydan, ya'ni kapitalizmdan kommunizmga sakrab o'tyapti degan fikrni bergan ekan. Bundan maqsad aynan mana shu devor bo'lmasligi, ya'ni odamlar faqatgina u yoqdan bu yoqqa emas, bu yoqdan ham u yoqqa intilishlari kerakligi va u bitta hudud, yaxlit joy ekanligini ifodalamoqchi bo'lgan ekan. 1990-yilda chizilgan ekan va 2009-yilda devor restavratsiya qilinganida u muallifdan oradan 19 yil o'tib qayta so'rashgan ekan va u ham o'zini boshqa grafitilarga o'xshash o'zini suratini qayta restavratsiya qilib bergan ekan, qayta chizib bergan ekan. Endi hozir Berlin devorini yonida yurib, har bir o'zimga qiziq ko'ringan grafitilarni internetga tashlab ma'lumot qidirib o'qib ko'ryapman-da. Nima ma'noni anglatishi yoki qanday ahamiyatga ega ekanligi. Xullas, mana bu grafiti ham juda ham muhim ahamiyatga ega ekan. Ya'ni uni chizgan muallifi juda muhim, mana shu Berlin devori tarixidagi muhim shaxslardan bittasi hisoblanar ekan, xudojniklarning ichida. Chunki u juda ham kamsonli, adashmasam yagona odam ekan, mana shu devor qulashidan oldin chizishni boshlagan shu devorga. Ya'ni o'zi aytgan ekan, mana shu devor juda ham qo'rqinchli, sovuq kayfiyatni berib turadi. Shuning uchun ham men xohlaganman, ozgina bo'lsa ham sal uni yumshatishi, ya'ni uni haybati, uni sovuqligi, uni qo'rqinchligini yumshatishga harakat qilganman deb aytgan ekan. Nima uchun suratlaringiz bunaqa kam minimalizm qilib chizilgan degan savolga o'sha paytda bu devorga chizish mumkin bo'lmagan ekanda va unda 3-5 daqiqa vaqt bo'lgan ekan, tez chizib qochib ketishga. O'shaning uchun ham bu shunaqa kam elementlardan foydalanib tez chizib qochib ketavergan ekanda. Va shu bilan hozirda mana shu muallifni, men tagida, shu videoning tagida muallif haqida ham ma'lumot qoldirib ketaman.
juda ham unga bir boshqacha qarashar ekan, o'rni boshqacha ekan va juda ham ko'p devori qismini egallagan uni grafitisi. Mana shunaqa qiziq ma'lumot.